Mana shunaqa ustki bo'lsa, siz faqatgina mana bu yozuv uchun pul to'layotgan bo'lasiz. Yangi kirmoshni sotib olmoqchisiz, necha kilolik olishni bilmayapsizmi? Video oxirigacha ko'ring. LG 5 kilolik bak hajmini ko'rasiz. Bir qarich, bu yoqda yana ozgina joy bor. Xo'p, 6 kilolik, bu ham 6 kilo. 5 kiloni ko'rdinglar, endi 7 kilolik. Bunday xuddi shunaqa bir qarich, ozgina joy bor. Buni balki bir xil bo'ladi. Ustki baraman, ustkini qayerdan bilsangiz bo'ladi. Mana bu ustki, o'sha bu Cherokee. Ko'z bilan farqi bor. Siz 7 kilo olasizmi? Misol uchun 5 kilo olasizmi, 6 kilo olasizmi, 8 olasizmi, 9 olasizmi? Mana shunaqa ustki bo'lsa, siz faqatgina mana bu yozuv uchun pul to'layotgan bo'lasiz. Kattaroq ves uchun mana 10,9 da ham bor bu. Bu baki o'qqa yarim santimetr uzunligiga qarashingiz mumkin, lekin bu pachivnisi bir xil bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha arzonroq, yaxshiroq nadejniy narsa olmoqchi bo'lsangiz, kichkina kilogramm olishdan qo'rqmaydi, chunki mana 7-8 da ham bir xil baraban turadi. Aslida kirmoshnada zanglab ketib, pachinnilar ishdan chiqib, loy bo'lib ketishini oldini olish uchun bizda Instagram, Telegram, YouTube kanal gruppalarimiz bor. Obuna bo'lib kuzatsanglar, yaxshi ma'lumotlar, yaxshi kontentlar qo'yib boriladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska tashlab bosib qo'yasizlar degan umidamiz. Rahmat.